Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitilar jamiyati. Avtori Umarjon Sidiq. Mahmud Mo'yiti. Davomi. Mahmud Mo'yiti aksi Maqsud Mo'yitining izini besib, Turpandan qo'zg'alib chiqqandan boshlab Xo'janiyaz hoji bilan birga Murini Muriga terab kurash qildi. Bo'libmi u Turpanliqlarning oq ko'ngil, rostgo'y, samimiy, sodiq, jigarlik, haqqoniyatchil, nom shuhratni do'st tutib ketmaydigan xarakterini o'zida mujassamlagan bo'lib, bu xarakteri bilan boshdan oxir Xo'janiyaz hojiga sodiq bo'lib, uni jon teni bilan qo'g'dab, har qandaq fikr xiyoliga, harakatiga hamdamda bo'lib, qo'zg'olonning yadrosi bo'lgan qo'mondonlarning ittifoqligi jihatda ajoyib buyuk ulga tiklab berdi. Harbiy huquq, baturluq, jang mahoratidagi ustunlik, xalqning qoyilligi qatorliq taraflarda zo'r imtiyozga erishgan bo'lsa-mu, Xo'janiyaz hoji bilan bo'lgan munosabatda hargizmu g'ayri xiyollarda bo'lmay, uningga bo'lgan e'tiqodini izchil saqlab keldi. Chet elga chiqib ketish oldidimi Xo'janiyaz hojiga xayrxo'sh hojika, o'zlarini Allohga topshirdim. Meningdan rozi bo'lsizlar. Bu olamda ko'risholmasak, u olamda ko'risharmiz. Biz bak ulug' va muqaddas ishni boshlagan edik. Bu ishga butkul borliqimizni atgan edik. Niyatimiz xolis bo'lganlik uchun butkul el yurt bizga ergashgan. Alloh bizga nusrat ato qilgan edi. Voy isit, oxiri yengilib qoldik. Yengilishimizga nodonligimiz sabab bo'ldi. Nodonligimiz vajidan aldandik, bakla aldandik. Düşmanlarimiz bökimizge jigdi salsa uni tuymadik. Hech kim bizdek hamoqat bo'lmas. Tongni mahshar kuni ming-minglagan shehidlarimizning yuziga qandoq qararmiz? Allohga nima javob ayturmiz? Gapim qattiq ketdi. Meni afv qilsizlar, degan xatni yozib, o'zining qiyolmaslik, tavazzuluk hissiyatini ifodaladi. Bu jihatda Mahmud Mo'yti tarixda o'tgan bir qism qo'zg'olon rahbarlariga o'xshash o'zaro huquq, imtiyoz talashib, ittifoqsizlik tug'dirib, inqilobni ziyonga uchirtadigan qabiy usullar bilan bir-birini qasdlaydigan ishlarga ro'shan silishtirma bo'lgan holda, tarixda samimiy, sodiq bir simoni qoldirib ketdi. Buni qo'zg'olonning bir g'albisi deyishga bo'ladi. Lekin dal mushu samimiy sodiqlik, kang qo'saqliq qo'zg'olonga oz bo'lmagan ziyonlarni ilib keldi. Majonying va uning qo'l ostidagi cho'ng kichik qo'mondonlar Turpan qumul qo'zg'olonchilarining mushu xil xarakteridan foydalanib, qo'zg'olonning g'alaba mevasini ko'p qitim tartib oldi. Nurg'un bahodir azmatlarning o'limiga sababchi bo'ldi. Makkarlik, vafosizlik qilib hiyla nayrang, ko'z bo'yamchilik ishlatib, qo'zg'olonchilarni talay qitim oldidi. Hatto qilcha tap tortmasdan urushda kaynida, o'ljida oldida yurib, bir yumlabla qo'zg'olonning rahbarlik huquqini changilga kirgizib oldi. Qo'zg'olonchilarga o'zlari xohlagancha Shijang, Tuanjang, Luijang degandek amallarni berib, buyruqvozlik qilib, ularning burnidan yetilmoqchi bo'ldi. Gerçi eng oxirida Qochqun Majonying yanada mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, uning aldamchiligi Turpan qumul qo'zg'olonchilariga tasvirligisiz zo'r ziyonlarni ilib keldi. Mahmud Mo'yti intayin qo'rqimsiz, batur, qahrli kishi bo'lib, o'zi bosh qo'mondon bo'lishiga qaramay, har qanday jangda ot choptirib, mavzurni o'ynatib, sapning oldida mang'an. Qo'zg'olonning dastlabki mezgillarida qurolni hayotida tunji qitim ko'rgan bir qism kishilar o'q etilganda cho'chib ketib, darhol beshini past qilib mo'kib oladigan kulkilik ahvollarni sodir qilgan. Bu chog'da Mahmud Mo'yti fidoyilarga o'q degan sen mo'kib bo'lg'icha tegib bo'ladi. Shunga o'rinni, sharoitni yaxshi egilab, yurakni butun tutib, qo'rqmay jang qilish kerak. Qancha qo'rqsang, ajal shuncha agiydi, deb fidoyilarni qoyil qilgan va o'zi ulgi bo'lib, har qanday urushda oldida turib, qahramonlik ko'rsatgan. Shunga uning oqboz otqa minib turgan haybatlik turqi, bom ovozi bilan hurra tovlab, qilich yoki mavzurni o'ynatib, hujumga o'tgan jasurona holati dushmanlarni davomli sarosimiga silib kelgan. Mahmud Mo'ytining nomi tillarda doston bo'lib, fidoyilar ichida mutlaq nopozga,
hurmatga ega bo'lgan. Bu qitimqi qo'zg'olon haqida Sayfiddin Azizi o'zining Umr dastoni nomli aslamasining birinchi qism 212 betida mundaq yozdi. Qumulda qo'zg'algan va Turpanda ovoz qo'shishga erishgan yuqorqi qo'zg'alon Shinjongning sharqiy qismiga yeyilib, Jingshurin mustabid hokimiyatiga hammadan burun va eng qaqshatqich zarba bergan shiddatli xalq qo'zg'oloni edi. U Shinjongning dehqonlar inqilobi tarixida tarkibining sofligi, o'zi duch kelgan vaziyatning murakkabligi, sharoitining ig'irligi, yakka yagona turib kuchlik madad yo'q ahvol ostidami o'zidan necha hassa kuchlik jangovar har xil dushmanlarga unumlik zarba bera olganligi, ommaviy asosining kengligi va umumiyligi qatorliq jihatlarda mangu unutilmaydigan porliq sahifa yaratdi. U o'z ko'lamining o'zidan ilgirki va keyinki har qanday qo'zg'olonlardan kengligi, o'xshash maqsad, bir nishon uchun tirishish shuarining birdakligi, rahbarlik qatlamining Shinjongning hamma yerda shartsiz e'tirof qilinishi bilanmu rad qilg'ili bo'lmaydigan darajada ulug'lanishga tegishlik. Gerçi umu dehqonlar harakatining jimiki ojizliklaridan xoli bo'lolmagan va shu sababdan o'zining shonli g'alabasini fursatparast siyosiy hayonkashlarga tarttirib qo'ygan bo'lsimu, lekin u hech kim, hech qachon, hech qanday qilib tartib ololmaydigan bir mo'jizalik haqiqatni qoldirib ketdi. Sonsizlagan qo'zg'olonchilarning bir muncha rahbarlarini o'z ichiga olgan. Issiq qonlari badaliga kelgan bu haqiqat shuki, u Shinjongning o'zidan keyingi kelgusini ko'rsatib berdi. Xalqning kuchini namoyish qildi. Shundaqla xalqqa dushmanning kimligini, bu dushmanga qandoq taqobil turish kerakligini o'gitib, ochiq savoq berdi. Dushmanlar bu qo'zg'olondan qo'rqqan edi. Keyin uni qonliq bostirdi. Yana shundoq qo'zg'olon chiqmasin deb minut sekund paxas bo'lib, har qanday kichik darajadagi fikran qo'zg'olonnimi taqib qildi. Buning badaliga ular nimaga erishdi? Hukmron o'rinda turgan bo'lsimi, biror daqiqa xotirjam bahramon yashashdan mahrum bo'lib, dakka-dukka ichida yashadi. Oxiri qo'zg'olonchilar orzu qilgandek oqibatga, uzil-kesil gumron bo'lish qismatiga duchor bo'ldi. Xalq qo'zg'olonchilari tarix batlarida avlodlarining xotirasida to'rdan faxriy o'rin olib yashagan, rahbarlarining undaq yoki mundaq savalliklari sexiylarcha kechirim qilinib, yanada hurmatlangan va unutilmagan bo'lsa, dushmanlari allaburun tarixiy chirkin qatorida abadiy la'natga mahkum bo'ldi. 1934-yilning yezida Qashqar tinchlandi. Harbiy ma'muriyat o'rinlari tartibga silindi. Amdi Qashqarda iqtisodiy, madaniy ma'rif ishlariga tutish qilindi. Mahmud Shijong Turkiyadan kelgan bir necha apandilar orqali ma'rif harakatini boshlab bu harakatning bayroqdori Turkiyada o'qib kelgan ma'rifatparvar zot Mamtili apandi bo'lib, uning boshchiligida ilib berilgan otishni asos qilgan zo'r ko'lamdagi dag'dug'liq ma'rifatchilik harakatini Mahmud Mo'yti butun kuchi bilan qo'llagan, yordam bergan. Ularning ma'rifatchilik harakati uchun nurg'un foydali sharoitlarni yaratib bergan. Mamtili apandining yangi ma'rifatchilik harakati boshlangandan keyin mutaassib ruhoniylar bu harakatga har xil usullar bilan qarshi turgan, ziyonkashlik qilgan. Mushundaq ahvolda Mamtili apandi o'quvchilarini boshlab Qashqar shahriga berib, ayni vaqtdagi Qashqarning harbiy, ma'muriy rahbari Mahmud Shijongdan yordam so'ragan. Bu haqda Sayfiddin Azizining Umr dastoni nomli kitobining birinchi qismida mundaq bayonlar bor. Shu ahvolda Mamtili apandi Mahmud Shijongga ahvoldan doklad berish uchun bizga o'quvchilarni ilib Qashqar shahriga berishni xabar qildi. Mahmud Shijongning "Kelmay turinglar" degan javobiga qaramay, o'qishni to'xtatib qo'yib, bir hafta tayyorlik qildik. Tayyorlik she'r, naqsha o'g'inish, mashqa minishni o'g'inish, yangi kiyim tikkizish, o'xshash kiyim. Shuning bilan billa 2 kishilik bir ko'rinishlik shikoyatnoma tayyorlash bo'ldi. Kunlik mashg'ulotimiz sinfda she'r o'g'inish, tashqirga chiqib minish turishni mashq qilish bo'ldi. Qisqasi,
Qatılan hərəkət bilan bir jangovar təşviqatçı ətrət tayyorlandi. Bir haftaga yetmay bu tayyorligimizmi putib, biz shaharga qarab yo'lga chiqdik. Biz yo'lga chiqqanda yurtdagi cho'ng kichik er ayol yig'ilib uzatdi. Kishilarda bak hayajonlanish kayfiyati ko'rinib turadi. Bizning atrofimiz rostilla kishini hayajonlantirgudek, ruhlantirgudek haybatlik edi. To'rtdan bo'lib tizilgan uzun atrofning oldida bir bala mash'al surati tushirilgan, izchilar deb xat yozilgan qizil bayroqni ko'tarib mangdi. Uning keynida ikki cho'ng, ikki kichik dumboq, ikki sunay, bir naylik sazchilar marş ahanga atrofni yangirtib chilib mangdi. Kiyimlerimizmi maşrang chakmandan tikilgan, qayrama yaqiliq, ikki yanchuqliq ko'nglak, belimizda tasma kamar, shalvurmu shu rangda, beshimizdami shu rangdagi qo'liqi ustiga qayrilgan chekiliklik shapka bor edi. Sol qo'limizda bir daftar, qarindosh, o'ng qo'limizda izchilar kaltiki deb atalgan, no'g'ishdek chiroyliq yasalgan kaltak ko'targan edik. Yanglarimiz turilgan, beshimiz egiz ko'tarilgan, maydimizni kirib, harbiylarcha hayvat bilan she'r etib marshqa mangamiz. O'zimizga o'zimizningmi zo'qimiz keladi. Dilimizda yosh bolalarda bo'ladigan mag'rurlik hissiyoti urg'ub turadi. Tang ovoz bilan qadimimizga kelishtirib munu she'rni o'qiymiz. Biz izchilarimiz qo'llarimiz gang, ko'zimiz nurliq, qalbimiz sog'lom. Xalq yo'lida olg'a bosimiz, dushmanga qarshi saqlab intiqom. Ügen terişip yaş izci balla, vatan millet g'imida qaynar vijdonla. Uzun vaqt biz zalim qo'lida, ishlayolmadik xalq yo'lida. Qulluq o'rnidan amdi dasturduq, olg'a o'rlaymiz irfon nurida. Ügen terişip yaş izci balla, vatan millet g'imida qaynar vijdonla. O'sgan yurtimiz qonliq shig'il tosh, vatan yo'lida pidodur bu bosh. Mang'an yo'limiz nijotliq yo'li, qaytma bu yo'ldan izchi qarindosh. Ügen terishib yosh izchi balla, vatan millat g'imida qaynar vijdonla. Shundoq qilib, mushu shaklda ko'chadan chang chiqarib, yurtdan chiqib, Qumaltaqqa qarab ko'tarildik. Mamtili apandi o'zi bayroqdan keyinroq atrofga yondashib mang'atdi. Men atrofning o'tirsidiroq yondab, she'rga boshlamchilik qilib, ham 1, 2, 3 deb oyoqlarni tangshab mandim. Biz cho'llarda ixtiyoriyroq yurtqa kirganda yana hiliqi hayvatimiz bilan mangamiz. Shunda qilib 5 kiram ovatdan o'tib, kechqurunliqi Abba hojamga kelib to'xtadik. U yerda hiliqi Majiddin apandi bilan Mahmud Shijonning 2-3 kadri bizni kutib turibdikan. Ular Mamtili apandiga shaharga kirmay, mushu yerdan qaytib ketishga nasihat qipti. Bu Mahmud Shijonning fikri emish. Nima uchun qaytishga taklif berganligini men uqmadim. Lekin Mamtili apandi unumapti. Atsi atiganda ularning to'sishiga qaramay shaharga qarab mandiq. Yana tunugunkidek tizilib, texmu g'ayrat bilan, texmu hayvat bilan mandiq. Bir oz mangandan keyin shahardan chiqqan bir qism otliq askarlar bizni to'xtatdi. Bularning oldida kelayotgan bir harbiy amaldor otdan tushib, Mamtili apandi bilan bir oz so'zlashgandan keyin askarlarning bir qismi oldimizga tizildi, bir qismi ikki yinimizga qator tizildi. Hiliqi amaldor oldimizdagi askarlarning eng oldida mangdi. Bizning to'sqinga unmay meng'iverganligimizdan xabar topgan Mahmud Shijong bularni bizni qarshi elish uchun chiqargan ekan. Endi biz Mahmud Shijong askarlarining himoyasida ilgirladik. Bizning beshimiz osmonga yetdi. Andishlarimiz tugadi. Ovozlarimizning putkiniga qaramay, to'xtamay she'r o'qib, mazmut dastlab shaharga kirdik. U kuni shahar ichi go'yo bir bayram bo'lgandek tus elib ketdi. Biz to'shuk darvozasidan kirib, ta Mahmud Shijong turgan joyga borguncha yo'lning ikki chetida tiqma-tiqmaq odam bizga qarab turishdi. Endi oldimizda harbiy kanay dumboqchilar mangdi. Ularning ovozi bizning sunay dumboqlarimizni besib ketdi. Shundoq qilib, shaharni zilzilaga silib, yangi darvozaga borganimizda Mahmud Shijongning selingbosida darvoza teshidagi maydondan tortib ta ichki hovligacha
qator tizilgan miltiqliq askarlar bizni qarshi oldi. Xo'shliqimiz bargancha yuqori ko'tarildi. Keyin harbiy kanay dumboqchilar darvoza tubida chetga chiqib to'xtadi. Biz oldimizdagi dumboq sunay ovoziga tankash qilib, unimizning barcha varqirab she'ri etib, seling buni yangratib, ichkiri hovliga kirdik. Bu yerda Mahmud Shijong o'zining bir muncha amaldorlari bilan turgan ekan. Uning oldiga berib to'xtadik. U bizni bek qizg'in qarshi oldi. Hovlining o'zimi birdamdala tantanalik qarshi elish maydoniga aylanib ketdi. Hovlining bir chetidarak bir usti yipiq supa bor ekan. Mahmud Shijong shu yerga chiqib bizni qarshi elib qisqacha so'z qildi. U bek hayajon bilan so'zladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, so'zlari ancha ratlik bo'lmasimi, lekin qarshi elish ruhi bek qizg'in edi. Uning bizni qo'llaganligi bizni nihoyatda xush qilyapti, lekin uning bu so'zidagi qo'llashi texi yetarlik emas edi. Mamtili apandining planicha biz uning to'liq qo'llashini qo'lga keltirishimiz kerak edi. Mahmud Shijong so'zlab bo'lib tushgandan keyin Mamtili apandi doklad tariqasida qisqacha so'zladi. U bizning yo'llarimizni jahillar to'smoqda. Bizga yordam kerak deb oxirida o'zi yozgan tuvandagi she'rini cho'ng mahorat bilan deklamatsiya qildi. Ey ana yer, ko'zlaringda umid parlar har zamon. Ustingdidur gohi tutuq, gohi ro'shan ko'k osmon. O'tdi tarix, o'tdi yillar, istibdodlar o'tdi ko'p. Jang chilishlar yolqinida chiqdi sonsiz qahramon. Ey ana yer, pok muqaddas senda bizning jonimiz. Söygü mehring va sutingdan putdi bizning qonimiz. Jon tikib tushdiq kurashga ilm irfon yo'lida. Ah, lekin jahil guruh bizni yo'qotmoq ko'yida. Belni bog'lab to'xtamasdan bosimiz mazmut qadam. Ammo bizga boshpanohdan bakmu lozimdir yordam. Mamtili apandi deklamatsiyasini shundoq jonliq ham yaxshi aytdiki, butun hovlida o'ltirganlarni hayajonga keltiribdi. Shu yerda turganlar uzoq chavoq chilishdi. Ba'zilar ko'z yoshlarini surtishdi. Mamtili apandi supidan tushganda Mahmud Shijong uning bilan qo'l ilishib ko'rishib, ondan o'ltirg'izdi. Kishilarda shundoq bir xushallik kayfiyati paydo bo'ldiki, ularning bu maktab harakatiga to'sqinlik qilg'uvchilarni titivatkisi keladi. Kishilarning Mamtili apandiga bizga bo'lgan zo'qi, suyunishi texmi oshdi. Endi bizning 2 kishilik o'yinimiz boshlandi. Buni o'yin desimi, bir-biri bilan talashgan 2 kishilik suhbat desimi bo'ladi. Harakatlarimiz, so'z ohanglarimiz artistga o'xshaydi. Agar o'yin deyishga to'g'ri kelsa, bu mening birinchi qitim sahnaga chiqishim. Agar nutuq deyishga to'g'ri kelsa, bu mening mushundoq sahnada birinchi qitim so'zlashim edi. Muhammad Husayn degan saboqdishimiz sahnaga chiqib so'z boshladi. U otishdagi maktab harakati, muallimlar yetishtirish kursining utuqlari, yurt-yurtdan maktablar silinayotganligi va yangi ilm irfon yo'lining ochilganligi to'g'risida tantanalik so'zlab kelib, biz atlandik, biz qo'limizga qalam kitob oldik, ilm ma'rifat yo'liga qadam tashladik, yo'limiz parlaq deganda, men o'quvchilar o'tirisidan qo'pib, to'xta saboqdosh deb qo'limni ko'tardim. Hamma odam hayronlik bilan menga qaradi. Men harbiylarcha qadam tashlab, yana qo'limda qalam, daftar va izchi kaltiki bilan sahnaga chiqdim. Chiqib Muhammad Husaynga: "Sening avvalgi so'zlaringning hammasi yaxshi, lekin oxirgi so'zlaringga qo'shilmayman" dedim. Xalqlar hayron bo'lib menga qarashdi. Uningdan keyin men o saboqdoshni bir chetga ishtirib so'z boshladim. Rost, biz ulug' qadam boshladik. Ilm ma'rifat, ma'rif ishi uchun botir qadamlar tashladik. Butun xalq, ota-onalar, bolalarning hammasi bizni qo'llaydi. Biz mushundoq shonli qadamlar bilan ilgarilayotganda bir qism mutaassiblar qo'yga etilgan bo'rdek bizga hujum qilmoqda. Bizni tillab urmoqda, haqorat qilib yo'llarimizga toshlar atmoqda. Bizning hayotimiz xavfga uchirmoqda. Yo'limiz to'silib qolg'ilyotidi. Ular bizni o'ldirishi mumkin. Maktablarimizga o't qo'yib kuydirishi mumkin. Biz yo'limizdan hargiz yonmaymiz, lekin bizga yordam kerak.
Sözüm mushu yerga kelganda Mahmud Shijan g'azab bilan o'rnidan turib ketdi va "Qandoq nimalar u sizlarga qarshilik qiladigan?" deb varqiradi. Men uningga javoban so'zimni davom qildirdim. Bir qism qozi hojim, mufti oxunum, beg baylar, yo'g'on qursoq harom tamoqlar, xalqning qinini sho'raydigan mushtumzo'rlar. Ular bizni dahri, kalti quyruqlar, dinimizni buzyotidi deydi. Bu bizga bo'hton. Biz dinimizni buzg'inimiz yo'q. Biz muqaddas islom dinimizni qo'g'daymiz. Biz payg'ambarimizning hamma ayol musulmonlarga ilm talab qilmoqlik farzdir degan sunnatini ado qilmoqdamiz. Xalqimiz g'aflatdan uyg'onishi kerak. Nodonlikdan qutulib olg'a besishi kerak. Buning uchun ilm kerak, o'qish kerak, maktab kerak. Biz boshlagan ulug' yo'limizda to'sqinliklarga uchradik. Bizga yordam kerak. Otimiz Mahmud Shijoning bizni qo'llashini, bizga yordam qilishini, bizning g'olibiyat bilan olg'a besishimizga madad berishni iltimos qilamiz. O'ltirgan ko'pchilik bargancha jonlanishga, bir-biri bilan g'ulg'ula qilishga boshladi. Oxirida men Mamtili apandining bizga o'rgatgan tuvandagi she'rni hayajon bilan deklamatsiya qildim. Vatan uchun taraqqiyot izlaymiz, orzuyimiz rivojlansin ma'arif. Jonni pido qildik aziz xalqqa, bizning yurak zolimlarga muxolif. Bo'lsa deymiz bizda huquq adolat, bo'lsa barbod xurofotliq jaholat. Shuning uchun yashsin bu inqilob, zavol topsin nohaqchilik ixtilof. Po'raklasin go'zal bahor gullari, sho'x sayrasin yurtimiz bulbullari. Iqbol uchun bo'layli biz ittifoq, jilvalansin ma'rifatning nurlari. Mahmud Shijan yana o'rnidan turib ketdi. U Mamtili apandiga qarab, "U lo'modilarga hargiz yo'l bermanglar. Men bir xat yozib beray, keyin sizga 2 miltiqliq askar beray. Agar yana qarshilik qildiganlar bo'lsa, bog'lab menga avatib beringlar. Men bor ekanman. Sizlarning ma'rif ishinglarga hech kim to'sqinlik qila olmaydi", dedi. Uning oxirgi so'zi yuqori ovoz bilan bir oz titrab chiqdi. Buningdan uning g'azablanganligi bilinib turadi. Hammalar qizg'in chavaq chaldi. Biz o'quvchilar qo'limizdagi izchil kaltaklarimizni yuqori ko'tarib, heliqi yo'lda kelganda aytib kelgan she'rimizni qayta boshlavatdik. Seling buning ho'ylisi qizg'in kayfiyatga to'ldi. Mamtili apandi g'alaba qozondi. Biz g'alaba qozondik. Xo'shliqimizdan ko'zlarimizdan yosh chiqatdi. Ilgari shaharga kelmasanglarmi bo'ladi degan Mahmud Shijoning bizga bo'lgan muhabbatida tubdan o'zgarish bo'lib ketdi. Uning ilgari kelmanglar degani bizni qarshi olmaydiganligidan emas, balki ahvolning bunchalik ig'irligini bilmaganligidan edi. Uningga arz sunish mumkin edi. Mamtili apandi o'zi kelib doklad qilishmi mumkin edi. Lekin bunda qilib futuq qozonishga bo'lmaydi. Mamtili apandining plani o'ngishliq chiqdi. U ig'iz bilan emas, amaliyat bilan 60 o'quvchining yangi qiyofati bilan, ularning og'zi bilan ham futuqni doklad qilmoqchi, ham to'sqinlikni yengish uchun yordam olmoqchi bo'lgan edi. Natijasi haqiqatan bak futuqliq bo'ldi. Mahmud Shijan hammamizga qarab kulib turib, "Bir-2 kun dam olinglar, qaytib borgandan keyin amdislarga hech kim qarshilik qila olmaydi", dedi. Biz yana chavaq chaldik. Shuning bilan bugungi doklad yig'inimiz tamom bo'ldi. Boshda biz ishimiz to'xtab qolarmikin deb qo'rqqan edik. Endi Mahmud Shijoning buyruq xati bor. Mamtili apandini qo'g'daydigan 2 nafar qurolliq askarmi bor. Bu buyruq bilan askar biz uchun nihoyatda zo'r kuch bo'lgandek tuyulatdi. Davomi bor.